nima qilish kerak deganga o'xshash masalalarga javob izlaymiz. Globalizatsiya degan so'zni birinchi marta 1850-yilda Karl Marx Engelsga yozgan xatida shitob bilan rivojlanayotgan savdo degan ma'noda ishlatilgan. Oradan 130 yil o'tib amerikalik Pyotr Levit degan Harvard universitetining professori o'zi maxsus globalizatsiyaga bag'ishlangan maqola yozdi. Shunda meni bu dunyoning mohiyatini anglatadigan bir qadamga aylanib qoldi. Mana shunday vaqtda dunyo bitta mohiyat sari yugurib borayotgan vaqtda o'z-o'zidan tabiiy ravishda bu turli millatlarning turli elatlarni o'ziga xos betakror jihatlaridan voz kechishga va bir umumiy mana hozir ko'rib turibmiz o'zimizning tilimizda emas ingliz tilida gaplashishga to'g'ri kelayotir va mana shunday shu kesimda millat o'zini qanday saqlab qolish kerak, nima orqali saqlab qolish kerak degan masalalar ko'tarildi. Bu dunyoda o'zgarishlardan boshqa o'zgarmas narsa yo'q. Hozir endi tinimsiz ravishda bir zamon mana Google'ning xodimi Erik Schmidtning aytishi bo'yicha bir zamon odam ota yaratilgandan beri to 2003-yilgacha axborot qancha axborot yig'ilgan bo'lsa, hozir har kunda o'shancha axborot yig'ilyapti. Va biz demak hozir axborotlar yuqori darajada turibmiz. Axborotlar esa yer shari kichraydi, odamlar bir-biriga yaqinlashdi. Bir zamonlar biz Amerikani orzu qilishgan, kuchimiz yetmas edi, orzumuzni hayoli yetmas edi. Lekin bugungi kunda u yerda yashayotgan, borib kelayotgan, ishlayotgan va hozirday ulardan ham biroz suhbatlash bizga aralashib qolish mumkin. Mana shunday sharoitda odam qanday qilib o'zining qiyofasini saqlab qolish kerak? Millat o'zining qiyofasini saqlab qolish kerak. Saqlab qolish kerakmi yoki yo'qmi? Chunki bugungi kunda insoniyat iste'molchiga aylandi. Va iste'molchilik shu darajaga yetdiki, biz bir narsani bir marta ishlatishga ko'nikayapmiz. Oldinlari demak biz bir marta ishlamizdan stakanda tashlab yuboramiz, bir marta foydalanamiz, mana vaqtdan voz kechamiz, sochiqqa qo'limizni bir marta olamiz, uloqtirib yuboramiz va endi qadriyatlar, ma'naviy qadriyatlar, ezgu sifatlar ham mana shunday bir martalikka aylanib borayotgan bir zamonda millatning qiyofasini millatga xos ezgu ma'naviy sifatlarni saqlab qolishning yo'li eng birinchi navbatda badiiy adabiyotdir degan to'xtamga kelishga majbur bo'lamiz. Nimaga? Chunki badiiy adabiyot o'zidan millatning xotirasini, millatning ma'naviy sifatlarini o'zida saqlash qobiliyatiga ega. Masalan, biz Alpamishni o'qisak, 1,5-2,000 yil oldingi bobolarimiz nimani tuygan, nimadan xursand bo'lgan, nimadan norozi bo'lganligini his qilamiz, shuni o'rganamiz. Demak, bugun nima katta yo'qotish bo'lyapti? Bugun hamma narsa bor, lekin endi tuyg'udoshlik yo'qolib boryapti. Birovni his qilish yo'qolib boryapti. Biz faqat bizga foyda keltiradigan, faqat iste'mol qilish mumkin bo'lgan narsaga intilib boryapmiz. Borgan sari lekin moddiy jihatdan qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan, lekin oqibat degan, mehr degan, burchdorlik degan tuyg'ulardan tobora uzoqlashib borayotgan vaqtimizda badiiy adabiyot yordam keladi va badiiy asar o'qish, adabiyotdan ta'lim olish nima beradi? U maktablarda dinlik adabiyot o'qilayotgan bo'lsa, u kelajakda shoir, yozuvchi, jurnalist tayyorlash uchun emas, balki odamning ijtimoiylashuvi uchun. Ijtimoiylashuv degani o'zidan boshqa odamni ham his qilish, o'zidan boshqa odamga ham o'ziga yoqqan narsa unga ham yoqishi mumkinligini, o'ziga yoqmagan narsa unga ham yoqmasligi mumkinligini his qiladigan, boshqa odamlarni o'zi xohlaganida emas, balki boriga qabul qilish qo'lidan keladigan odam tarbiyalashda adabiy ta'lim eng samarali ta'sir ko'rsatish qudratiga ega bo'lgan vositadir. Bir zamonlar juda uzoq emas, hatto bizning davrimizda kechagacha haqiqat bitta bo'lardi deb o'yladim. Bugun ko'ryapmizki, har bitta odamning o'zining haqiqati bo'lishi kerak. Haqiqat turfa ekan va demak haqiqat turfa ekan,
olamdagi turfa odamlarning boriday qabul qilishga qudrati yetadigan, shunga farosati yetadigan, shunga tuyg'ular imkon beradigan shaxs tarbiyalash kerak va buning uchun demak ularni badiiy adabiyotga yaqinlashtirish kerak. Nima uchun masalan bizning mamlakatimizda kitobxonlik siyosat darajasiga ko'tarildi. Shuning uchun birovlar qanchadir miqdorda kitob o'qisa, unga mashina sovg'a qiladi. Chunki bizning millatimiz ana qashshoqlikni boshdan kechirganligi uchun birdaniga judayam qattiq iste'molchiga aylanib qoldi va biz butunlay tuyg'ular olamidan empatiya degan narsa bor elimizda. Empatiya degani birovning his qilganini his qilish, birovning kiyganini kiyish degani. Ana shundan uzoqlashib ketdik va bu albatta inqirozga olib boradi. Avvalo ma'naviy inqirozga, intellektual inqirozga olib boradi va shuning uchun ham mamlakat miqyosida kitobxonlikka, badiiy adabiyotga e'tibor kuchaytirildi. Endi umuman ta'limdan murod nima ekanligini o'zi o'ylab ko'rish kerak. Ko'pincha bizda bolalar maktabga, oliy maktabga kirish uchun tayyorlanadi deb o'yladi. Odamzod faqat oliy maktabga kirish uchun yashamaydi. Mana biz kechagina hammamiz katta yoshdagilardan hammamiz ko'rganmiz, oliy maktabga borib 9% bitiruvchi qabul qilinadi. Bugun boring 40% ga yaqinlashyapti. Ay 50-60 bo'lsin, lekin baribir 30%, 20%, 50% odam oliy maktabdan tashqarida qolaveradi. Demak, biz o'z mo'ljalni boshqacha qo'yishimiz kerak. Ya'ni sotsializatsiya degan tuyg'u. Birovga xalaqit bermay yashash tuyg'usi. Ayni vaqtda o'zining qadrini bilgan holda yashash tuyg'usiga erishmoq uchun birinchi navbatda o'quvchilarimizni, avvalo o'zimizni, keyin o'quvchilarimizni, keyin butun aholimizni badiiy adabiyotga qaytarishimiz kerak. Katta yoshlarga bizni eslasa kerak. Kechagacha gazeta do'konlarining oldida uzun navbat turardi. Adabiyot san'at gazetasi qachon chiqarkan, Mushkum jurnali qachon chiqarkan, shahrini buzib menga yetib qolarmi degan bugun endi bu do'konlar yopilib ketdi. Demak, bizning qalbimiz yopilib ketdi. Ana shu qalblarni qaytadan ochmoq uchun biz badiiy adabiyotga qaytmoqimiz kerak. Va buning uchun biz ana bu chetdan kelayotgan pedagogik yondashuvlar chetdan kelganligi uchungina qadrli bo'lmasligi, balki bizning o'zimizning milliy qadriyatlarimizdan ham, o'zimizning milliy pedagogik tajribamizdan ham foydalanishni o'ylashimiz kerak. Xullas, biz badiiy adabiyotga qaytish orqali o'zimizga qaytamiz. O'zimizga qaytish orqali yaratganni anglaymiz. Hammamizga ana shu ne'mat nasib qilsin.